Intimniy lazer zararlimikan? Protseduradan keyin umuman qon chiqmaydi, og'riq bo'lmaydi. Protseduradan keyin patsientingizga aytishingiz mumkin, bemalol o'tirib turishi, yurishi, harakatlanishi mumkin. Faqat 14 kun karantin. Именно biza intimniy sujeniya qilib berishimizning sababi yillar davomida tug'ruq, ginekologik ko'ruvlar, yosh o'tishi, atrofiya, tonuslar pasayishi natijasida mushaklar nima bo'ladi qizlar? Kengayib qoladi. Kengaygandan keyin bu og'ir mushak bachadon bo'yini qatga tushadi, osilib pastga tushib boshlaydi. Shunda siz patsientingizga aytishingiz mumkin, menda hammasi joyida desa ham, siz unga tushuntirishingiz kerak. Opa, immuno intimniy sujeniya protsedurasi sizga kasal bo'lishingiz yoki bu opushinya bo'lishingiz, siydik ushlay olmay qolishingiz kutishingiz shart emas. O'shanaqa bo'lmasligingiz uchun profilaktika uchun ham sizga qilishingiz kerak deb aytishingiz kerak. Birinchidan, yillar davomida kengaygan joyni lazerli protsedura har 21 kun yoki bir oyda bir marta olasiz, o'shani evaziga bunda to'rayish bo'laveradi. Mana bu gafli shakli vastanovit bo'lgani sari, to'raygan sari tushgan bachadon bo'yni nima qiladi? Ko'tariladi. Bu to'raygan sari siydik ushlay olmasligi nima bo'ladi? Yaxshilanadi. Bu to'raygan sari ortiqcha suvlanish, mana bu tomonda suyuqlik tushib qolgan bo'ladi. Qisqargan sari ortiqcha suyuqlik tushib ketaveradi qizlar. Demak,